Nigarning puli. Yana eslayapmisiz? Agar faqat esingiz kelmasa, mayli yana bir Bol. Birisi mana bir pul atqandek qildimi? Haq bekor zo'rlab pul atamda. Sen ma xizmat qulayligidan foydalanib, xalqning pulini ashdan suqolmoqchiman. Voy yüzüm, ey, meni çok qarasan nomusdan o'ttirdiga o'xshaysan, bildingmi? Senin kallan işlememdi. Vallarımız çok çoğun kaldı. Senin muşunda işler tutup yürügünün bize qanday beşini götürüp yaşaydı. Gep qila. Dön. Men bir qitim kechirayta. Ey, telefonini olib jimsin aşkına ey. Pulni bir it bire. Mana men pul oldigan kot. Nima da ishlamayman abjim ha? İşledim. Neç bo'ldi? 10 mu? 1, 2, 3, 4. Neç oldu? 1, 2, 3, 4, 5. To'g'ri oldu. To'g'ri oldimi? Ha, to'g'ri. Boşdagi xat ey ya. Kirdimi? Mana yo'qolg'ina. Utre. Men mabalını uzutup girip, onun kesemde iyi çalışım. Nigar. Hadi. Bu yoq Nigar. Bu yoq qilkim. Ay, qilkim. Yaxshimisiz. Asli faqat sizni avar qilish niyatimiz yo'qdi. Lekin biz faqat boshqa amal topolmadik. Yo'q, Fukam herkes unda deyman, herkes unda deyman. Agar sizlar deyil ma'lum qilgan bo'lsanglar, u cho'qim tegishli jazosini tortadi. Uning bir qitim fursat berganlarga ko'pdan ko'p rahmat Fukam. Sizlardan men yo'ldishim nomidan kechirim so'rayman. Kechiringlar Fukam. Unda deyman. Men va'da bermanki, endi u bunday ishlarni hargiz qilmaydi Fukam. Pek o'nliq ekansiz. Sizlar bak dodil yoshlar ekansizlar. Bu hamma yoshlar sizlardek o'zining huquq manfaatini, o'zining qadr qimmatini qo'g'day olgan bo'lsa, mening ma yo'ldishimdek bundan nafsi yomonlar hargiz niyatiga yetmagan bo'ladi. Kechiringlar Fukam. Bu ish sababli uyinglar buzilib ketmasa, amaliyot hech qanday qish yuz bergani yo'q. Rasla. Ras. Xotirjam bo'ling dedim Fukam. Turmush deganda bunda masalaga uchirganda o'ngshab mangdigan gap. O'zim o'ngshyapman. Hech qilsa Fukam. Ma'qul. Kechiringlar Fukam. Yo'q. Hargiz deyman. Ma'quladi. Meni kechir. Sen tuyuqsiz qolding. Shundan dafn qo'ymay. Maligisin uğur küşlük dep, majigiti betva qıraysan-gı. Men sana dep qo'yay. Eğer saqchiq ma'lum qilgan bo'lsa, ishing chotaqdi bilemsa. Bak qiziq. Ey, bo'lmay qoldi. Ko'midan chiroyini yomon qizqirlik. Adil miyada saqlab Kanalda? Tepemdi-g'u. oldim. Pul kirib bo'ldi-ku deyman. Oldingmi? Ay, ras pul kiribdi-g'u. Bu pulni siz ras ola oldingizmi? Qanday oldingiz? Optiqu ana. Voy, mening qanday og'anligim bilan qolmaysiz. Men qanday rahmat aytishsiz o'ylab yiqin. Shu. Menmi bajima? Men sizlarga cho'qim rahmatimni bildiraman. Ay, nimaga olaman? Men seni tamoq mehmon qilaman. Meningcha siz men pulni bek tasda oldingiz, ha. Shunga bir kun bag'ringizga bir besib yetib bilan. Bugun mashina uribdi-kan, men mehmon qilay. Azmat. Bugun qaytirib kelganim pul emas, meni izzat hurmatim. Shunga men sizlarni yaxshi mehmon qilsam bo'lmaydi. Ay, bo'lmasa biz samovar sho'rxonasiga bir tomoq yeb kelaylik. Samovar sho'rpisi yedigan sho'p qolsa, yedigan ichadigan siz ilang. Bizni o'y deyman-doq. Man bo'ldigan gapkan tekisdan ijodiyatni Ha, to'g'ri. Lekin men o'zim yolg'izsiz yaxshi olmasligi. Voy, yo'q, siz o'zingiz yolg'iz emas. Sen ham telefon qilib olsaqdi bo'lmadimi? Men emasman.
Birdemde uğurlaştırıp qo'ying. Ma'qul, sen ham telefon qilay. Unda bo'lsa men ag'ashlam. Ha, mang'ash Materialni ag'ashlam. To'g'ri. Voy Nabi. Hey, biz qachongacha mushta o'timiz? Hey, opam ishkimiz sizni bek cho'ng narsani talab qilyaptiqmi? Hey, men faqat sizni berib bir opam bilan ko'rishib qo'ying dedim-ku shu. Nimanda qilsiz siz? Ha, kiring. Ha. Mushta kaysan. Oy, asli kiryosanim bo'ldi. Ha, kiring. Senin telefonun nima? Yo, qo'y qilsam, ammoga hozir yana qilib boqay. Aş sizin çoğun ticaretleriniz ma bizden kelgüsümüzde mi muhimma? Hey ne havaksızmış da dep keyni sörevat kılı. Yeni pisivetti ulanmay. Yeni pisivetti aldıraşla deydi o. Birden turp yanıp bir kıp bakay. Maqul. Neçi qitim dep boldunuz muş gapni bir qitim ishinay sizga, ha? Olduraş, saxavet. Voy bu özelden telefon qilmaydigan dadam telefon qilib qopti. Voy dada. Sen neden? Ha men ag'inamni o'ng tamoq kelgandim. Ha, men darhol uyga bir kela bolam, muhim gap bor desam bildi ishtigan. Ha men ag'inamniki hozir kirgan dada. Men keldigandan darhol kelmamsa, har qanday ishing olsam tashlab qo'yib kela. Men gap tugagandan keyin yana borsang bo'ldi-ku bordigan yeringa. Ha ma'qul dedim men hozir boray. Ma'qul xo'sh. Nim bo'ldi? O'zing bilsa men dadam bilan xil uzun bo'ldi emasmi qiyilishib shugina. Shuga uyga kel jiddiy ish bor deydi. Sizlar tayyorlik qilib qo'yishmang, qachon birikliklar ya. Ay, siz ne görsiz? Bo'ldi, men chiqay. Voy sen ham keldi-ku? Men qachon birikliklar sizlar tayyorlik qilib qo'yishni kep bo'lma. Lekin O'tiravering ha. Voy, ishim bo'lmaydi, o'tiravering ha, sen ham kelib qolsanglar. amsa men narsalarni tayyorlab chiqay. Opa. Uy. Ha, bu neymiş? Ay, yo'q, hech qanday ish. Men Adil bilan Xo'goyel deb o'tag'an apa. Mındaqda. Bilgan me'morlaring bor ekanda uyda. Voy, yo'q. Boyatdan chiqayotgan Nigarg'u deyman a. U sening uyingda nima ish qiladi? Qara, ko'p kunduzda bir jup yigit qiz mushada o'tda sat emasmi? Men seni ashta tarbiyalaganman. Voy, yo'q opa, biz yolg'iz emasdik. Adil bati hozir ketdi. Ketdimi yo ketkizvatdingmi? Voy, rost ketdi. Sen ham bir do'stimiz bor, u hozir keladi. Shunda o'tamoqchi edik. Bunda da.
sen Nigar bilen Allah biron munosabatimni uzdim deganding o. Ha? Nim deb gaping to'maysa? Opa, bizning munosabatimiz rost. Faqat unda munosabatimiz yo'q. Biz odatdagi do'stlardan. Siz ortiqcha o'ylamayman. Ortiqcha o'ylayapman da. Hey, o'z ko'zim bilan ko'rvatsam, ortiqcha o'ylab qoptiman-da. Endi o tulkijinning qizi bilan munosabatingni uzmasang, men sendan kechiman. Bildingmi? Opa, men rost dedim. Bizning faqat boshqa munosabatimiz yo'q. Biz faqat do'st. Opa, bugun ajab tuyuqsizlik hepsiz bir boldiroq deyib etmaylar. Ha, buningdan keyin bu uyga kelsam, senga deb qo'yib kelishim kerak ekanda, ha? Adamlaringda möhtirib qo'ygan adamlaring bo'lsa, ketkizat deb. Shundami? Yo'q, Hey, undaq. bugun sen nima ish qilib bormading? Ha? Shu olvasda bag'izmida cho'qim seni. Shundami? Yo'q, undaq ish emas. Tunigun dejurnilik tug'an. Shunday bugun demagan, shunga bil tomoq yeyil deb. Yana-chu? Uning ishiga ozroq yordam qilgandim. Ondan bizni tomoq taklif qildi. Hamma naslini Nigar oldi. Shu men uyga boshlab birga tomoq yeyillam degan yerim bor. Faqat boshqa ish yo'q. Opa, jiq o'ylama. Uning minnatdorlik tuyg'usi bo'lsa yaxshi-ku. Ashning bilan yana munosabat bog'lab baq buningdan keyin. Men necha qatim ko'rib qoldim. Mendan ranjib qolma bolam. Bildingmi? Sen bir aql egisi. Qara, ko'p kunduzda bir yot erning uyida yurgan odam bilan aralashamsa, nomus. Bildingmi? Sen xijil bo'lmasang, men xijil bo'lma. Azmat, Oyog'ingiz bizni uyda qolibdi. sizning sopni kelishingiz menda qolibdi. Oyog'ingizni ma'nosiz gapirib beraymi? Ha, ma'qul. Kelganda men gap qo'ydim, men tushib el olay. Ha, ma'qul. Oyog'ingiz. Sopni kelishingiz. Kirib boramela. Sizni omar qildim. Yo'q, hech qisi yo'q. Yaxshi shukr. Xo'sh. Bak. Xo'sh. Yaxshi shukr.
Çık oylumuğu ne adaş? Lamda. İnan sağ oylagandaki işlerimi emesdi. Vay. Ha Azmat yaxşımı? Ha at aram alma. Ha. Ems at sana mı bılı bardı cuma? Maqul. Vah, nimishib ketdi. Yetish bo'lmadi, Azmat ati billa aylanib kelaylik deydi. Billa barmiz juma. Shuncha tezlama. Sen nimalarni o'ylab ketding? Boshqa hech qanday ish yo'q. Shu billa aylanib kelaylik deydi. Hey, odash billa boraylik-chu. Shu fursatda kalamda aram oldirib kelasa. Baraylik. Alam mana degina. Sen bilan bormsam nima ish qilmayman. Shu, mening sendan boshqa do'stim bo'lmasa. Hey kızlar, bugün hava bek yaxşı, güzel yerler verip geleyli ha. Şu. Vay ma yana başında şu deb. Çıkalım. Çıkalım. Uzak bakmamız lazım. Ha, biskit. Geldim bana aziz dostlarımız mihman buluşup Söygümüzge baxtılışıp Guvah buluşup Payda buldu yürekteki Sualga cevap Seni layıktanlığınımga Razım ben razı Razım ben söygümüzge Razım ben bergenlerge Razım ben ötken günlerge Razım ben bu takdirge Yalnız bir mella seni sürüyey Otunda küyey Bulbul bulup bağında sayrap Şihinga konay Gerek bulsa eğer bu candın Kiçeymen kiçey Seni layıktanlığınımga Razım ben razı Razım ben söygümüzge Razım ben bergenlerge Razım ben